ئۇيغۇر بولۇپ ياشاپ باق دۇنيا. ئابدۇۋەلى Ayup. Bugün neçə gündən beri ئۇيغۇرنى ziyaret qılıbatqan bir Yaponiyalik muxbir ئۇيغۇر bolup yashap baxtı. Dəsləbki günü kelgəndən başlap, onunğa ئۇيغۇر mədəniyyətini düşəndirib kelgənim üçün bir günlük ئۇيغۇrluq onunğa yad kelmedi. Ziyaretini texmi önümlük qıldı. Uyğur bolmağan günlərdə o dastıxanğa tızılğan gizəklərini yeməy, ziyaretçilərinin aldıdan yoki keynidən ötüşünü uqmay, kimlər bilən qandaq qol elişib yoki elişmay salamlaşışını bilməy, hətta hacetki çıxışını mı sahibxanğa deyəlməy cəpa çəkən idi. Yaponiyalik Usamiga Uyg'urluq yıqıb qaldı. İçilib külgən, işçidikini tökkan və duayı salamlağı erişkən çağları köp boldu. Bolupmu barğallı öyümüzdə ziyaret tügügicə tamaqlarının pişib, məzələrinin tizilib turuşu onu taң qaldırdı. Adətdə muxbirlik qaidəsində filmga eliş üçün öylərinin jabdıqı yötkəlgən bolsa, çoxum əsliga qaytırıb qoyuş gerek ekan. Amma Uyg'urlar egiz pəs qılıvetilgan cihazlarni özü rətləb bizni yaqin keltirmedi. Hətta bugün filmga eliş üçün bir öyning bir temini aqlab qalğan tamları konu rəngdə qaldırışqa məcbur bolduq. Hər qancha tələb qılsaqmı, sahibxan qalğan tamlarını sırlatqızmadı. Uyğurlar və Yaponlarning örf adəti haqqında paranlaşdıq. Bizdə yaşanğanlarning hörmətlik və balalarning alayda izzətlik bo'lishi onun diqqətini tartibdi. Usami, sizlar dengizdən shuncha uzoq yashagan millat turib, dengiz bo'yidagi Yaponlardanmi ko'p qo'l yuydikansizlar. Sizlarda ayollarning hammasi kasbiy oshpazdek tamoq etalaydikan. Sizlar uyinglardagi eng yaxshi ne'matlarni ömrünglarda ko'rib baxmagan, qayta bir ko'rish imkonsiz bo'lgan mehmon bilan o'rtaqlashidikansizlar. Uyg'urcha yashash bak hozir ekan deb ketdi suyunib. Usami Uyg'urlarning hurmatiga erishib, tamoqlarini tetib, choylarini ichib, mehmon do'stligidan hozir olgandan keyin Uyg'ur e'tiqodini his qilib baxtdi. Sham vaqtida tahorat elishni o'rganib, namoz o'qidi. Duoning ma'nosini o'rgatsam, qanday qilishni so'rdi. Biz Uyg'urlar Allohdan pul, uy va mashina talab qilmaymiz. Nafsining huzuri, hurlarni talab qilmaymiz. Faqat ota-onalarga, ayol bolalarga va dunyoga hurlik, tinchlik, salomatlik, baxt va osonlik tilaymiz. Bolupmu biz ko'rishganda dunyoga, insonga va hatto barliq jonliqlarga tinchlik tilaymiz. Shuni biz tinchlikmi deyishib ahvol so'raymiz. Agar senmi duoni Uyg'urda qilay desang, bizdek o'zingning, avlodingning va millatingning va barcha insonning g'ururi, o'mligi, tinchligi, bexatarligi va farog'ati uchun duo qilgin dedim. Ziyoratlarni tugitib, Usami bilan bir pas hol-mung bo'lishdik. O bu sahar Uyg'urcha yashashqa
qaror qilishning oldida bu qadar ichinishliq, umidsiz, tushkun bir vaziyatda men bir normal odam sifatimda bir Uyg'ur bo'larmanmi deb ansirgan edim. Ammo men faraz qilgan bir kunlik ig'ir kayfiyatning aksicha bir kunlik Uyg'urcha hayot manga bardoshlik, mardlik, mehmondo'stlik, o'rtoqlashish, tamassizlik, yordamso'yarlikni his qildirdi. Ziyoratni qabul qilguvchilarning hech biri manga Uyg'ur bo'lishning bechoralik, sarosimalik, so'lg'unlik ekanligini his qildirmadi. Men mushundoq Uyg'urcha yashaydigan kunim doim bo'lsa deyman, dedi. Osami bilan xo'shlashib mang'ach o'ylanib qoldim. Dunyodagi har qanday bir kishi, mayli Xitoy, mayli Hindi, mayli Xristian, mayli Buddist bo'lsin, bizni dushman ko'rsin yoki do'st ko'rsin, mushi yapındak bir kun Uyg'ur bo'lib baqqan bo'lsa, inson otliqdan qizg'anmaydigan dasturxonimizda bir o'ltirib barliq nafratni eritib tashlaydigan bir piyola qiziq chayimizga daxil bo'lib baqqan bo'lsa, dinsizg'imi duo qiladigan bu millat bilan bir dardlashgan bo'lsa, Dunya bir kun Uyg'ur bo'lib baqsa, mayli lagerda tutqun Uyg'ur bo'lsin yoki sirtda hurkib, mukib yurgan qochqin Uyg'ur bo'lsin va yoki musofirlikqa bo'g'ilib, yo tishlayolmay, yo kishnayolmay, ishchiga tinib, chidab ketayotgan jo'shqin Uyg'ur bo'lsin. Bir Uyg'ur bo'lib baqsa, bizga nəprətlənگən xittaينىڭ zalımları, zۇلۇمنى ھەقلىق كۆرگەن مۇسۇلماننىڭ خائىنلىرى, ئۇيغۇرنى چۈشەنمىگەن, ئىشەنمىگەن, ناھەقچىلىككە, ئىرەڭشىمىگەن, مۇستەبىتلىككە كۆڭۈلشىمىگەن insonlik olimi bir Uyg'ur bo'lib yashab baqqan bo'lsa, 2019 yil 9 mart